Bir top olahaka yig'ilib bir kun boyqushning atrofin etdilar hujum. Dedilar sen bizdan dono biz kabi havasga arziydi zotingni nabi. Bizning safimizda turgin ey janob, sen bilan davramiz bo'lgaydir oftob. Boyqush ham ishonib soxtakor so'ziga, ularning aytganin ma'qullar ko'ziga. To'lar istagan hukmimni aytdi, hakalar janobdan rozidek qaytdi. Biroq bir kun boyqush dedi, ey guruh, bu qilgan ishingiz nohaqlik makruh. Nafsingiz yo'lida bo'lmasman sherik, nohaqlik qilmoqqa vicdonim tirik. Shu zahot hakalar tonini yirtdi, o'zlarin dono deb boyqushni surtdi. Bizniki deganlar undan kechdilar, shu zahot niqobin ular yechdilar. O'rmonda fitnalar toqib javrandi, ul janob johil deb xabar aylandi. O'zlarin ilmli ko'rsatib haq qo'y, boyqushni yetarlar o'rmonda badbo'y. Qissadan hissa tushuncha oddiy, xolislik gar bo'lsa tushunar omiy. O'zini ilmli sanagan nokas, aytganin qilmasan bizniki demas. Soxta do'st fitnasi yomondir yoddan, ehtiyot bo'lmoq shart bundayin zotdan.